Salom aziz do'stlar va xush kelibsiz mening kanalimga. Bugun men sizlarga shunday bir tahlil qilmoqchiman, shunday bir sirni ochmoqchiman, shunday bir haqiqatni ko'rsatmoqchiman. Serialning 19 qismini ko'rgan ko'pchiligingiz, qiziqarli ekan, deb otib ketgan bo'lsangiz, men esa uyqum qochibdi. Chunki bu qism oddiy davomiy serial qismi emas edi. Bu qism portlash oldidan paydo bo'ladigan o'sha dahshatli sukunatning ozi edi. Va men bugun sizlarga ko'pchilik e'tibor bermagan, lekin aslida hamma narsaning kaliti bo'lgan o'sha mayda detallarni, o'sha jimlik orasidagi qichqiriqlarni, o'sha tabassum ortidagi ko'z yoshlarni birma-bir ochib beraman. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Bilasizmi, hayotda eng qo'rqinchli narsalar baland ovozda keluvchi narsalar emas. Qichqiriq eshitilsa, qochib ketsa bo'ladi. Urishsa, qaytarib ursa bo'ladi. Yiglasa, yupatsa bo'ladi. Lekin jimlik nima qiladi? Jimlik ichingizga kiradi. Jimlik yuraklaringizni kemiradi. Jimlik siz uxlagan vaqtda ham ishlaydi. Va 19 qism aynan ana shu jimlikning seriali edi. Bu qismda hech kim baland ovozda urishmadi. Hech kim men seni yaxshi ko'rmayman demadi. Hech kim ochiqchasiga xiyonat qildim deb e'tirof etmadi. Lekin aynan shu jimliklar orasida bir necha taqdir sinib ketishga juda yaqin keldi. Va men bu gapni shunchaki dramatik qilib aytayotganim yo'q. Serialni diqqat bilan kuzatgan har bir kishi biladi. Bu qismda har bir sahnaning ostida, har bir tabassum tagida, har bir yaxshi, xo'p, mayli deyilgan gapning ichida yigilib qolgan alam bor edi. Keling, avvaldan boshlaylik. Qismning boshida onaning qizi bilan ko'rishishi. Ko'rinishda oddiy sahnaga o'xshaydi, ona va bola. Lekin o'ylab ko'ring, qizcha nima uchun kasallandi? Tana kasalligi hamma narsani tushuntira oladimi? Yo'q. Bu yerda serialning yozuvchilari juda nozik psixologik nuqtani qo'yishdi. Bola kasallanganda, ayniqsa maktab yoshidagi bolalar, ko'pincha bu tananing nafaqat fizik, balki hissiy signali bo'ladi. Bola onasini sog'ingan. Bola onasining bagrini, issiqligini, sen menga keraksan degan his tuyg'usini sog'ingan. Va tanasi aynan shu sog'inchni kasallik orqali ifoda etdi. Ona esa qizining ko'zlarida o'zining bo'shliqlarini ko'rdi. U bolaga qarab turganda shunchaki kasalni ko'rmadi. U yillar davomida yo'q bo'lganligi, kam bo'lganligi, bola uchun yetarli bo'lmagan paytlarni ko'rdi. Va bu hissiyot, ishoning, eng og'ir hissiyotlardan biri. Chunki u o'zini aybdor his qildi, lekin bu aybni aytolmadi. Faqat qog'ozni yashirishda, shoshib ketishda, biror narsani ko'rsatmaslikka urinishda, shu mayda harakatlarda bu aybni ko'rdik biz. Va aynan o'sha yashirilgan qog'oz tasodifiy detal emas. Serial bu orqali bizga bitta narsani aytmoqda. Bu sirni hozir yashirish mumkin, lekin u uzoq yashamaydi. Himoya uchun yashirilgan yolg'on bir kun keladi va o'sha kundan boshlab u endi himoya bo'lmaydi. U xiyonatga, aldovga, ishonchsizlikka aylanadi. Hozircha qog'oz yashirildi. Lekin keyingi qismlarda o'sha qog'oz yoki u nima bo'lmasin, albatta topiladi. Va topilganda hamma narsa yangi ko'z bilan qaraladi. Endi erkak qahramon haqida gaplashamiz. Samarqanddagi yer masalasi. Ko'pchilik buni oddiy biznes chiziq deb ko'rdi. Men esa bu yerda butunlay boshqa narsani ko'rdim. Bu erkak va u faqat shu serial qahramoni emas, biz hayotda ko'p uchratadigan tur, muammolarni ildizidan emas, yuzasidan hal qilishga o'rganib qolgan. Kimnidir rozi qilish, kimnidir tinchitish, muammoni ko'mib qo'yish. Bugun uchun yaxshi ko'rinsin, ertangi kun haqida keyin o'ylaymiz. Bu usul ishbilarmonlikda bir necha marta ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin bu xarakter xatosi shundaki, u oilaviy muammolarni ham, ichki mojarolarni ham, tashqi savdolarni ham bir xil usul bilan boshqarmoqda. Hamma narsani vaqtincha yopish, haqiqiy ildizga tegmaslik. Hozircha tinch bo'lsin, keyin ko'ramiz. Ana shu mentalitet bu serialda uning eng katta yo'lini ochib beradi. Lekin shu yo'l yaxshi yo'l emas. Chunki bir marta haqiqatni chetlab o'tishga o'rganib qolgan odam keyingi safar muhabbat masalasida ham, vijdon masalasida ham, farzand masalasida ham shu yo'lni tanlaydi. Va har safar narx oshib boradi. Endi eng ko'p odamni hayratda qoldirgan, lekin ba'zilar yuzaki otib ketgan qismga kelaylik. Soxta taqinchoq masalasi. Men bu yerda bir daqiqa to'xtashingizni va jiddiy o'ylashingizni xohlayman. Qimmatbaho taqinchoqning asli emas, o'xshashini tayyorlatish. Eshitganda kichik narsa kabi tuyuladi. Kimdir aytishi mumkin, iqtisodiy muammo, pul yo'q, nima qilsin? Lekin men sizga aytaman, bu serialdagi eng katta ramzlardan biri shu. Chunki bu faqat bir buyum masalasi emas. Bu muhabbatning o'rnini ko'rinish bilan yopish.
Bu ishonch o'rniga tasvir qo'yish. Bu men senga loyiqman degan o'rinda hech bo'lmasa shunday ko'rinsin degan tanlash. Va eng dahshatlisi, buni qilayotgan odam buni katta gunoh deb his qilmayapti. U faqat bilib qolishmasin deb o'ylayapti. Ana shu beparvolik. Ana shu agar bilmasa, muammo yo'q degan mantiq, aynan shu mantiq keyinchalik halokat keltiradi. Seriallarda va hayotda ham soxta narsalar hech qachon soxta bo'lib qolavermaydi. Ular kattarib boradi. Bir soxta taqinchoq keyinchalik soxta soz bo'ladi. Soxta soz soxta va'da bo'ladi. Soxta va'da esa soxta hayot bo'ladi. Va bir kun kimdir bir sahnada o'sha taqinchoqni ko'radi va hamma narsa yorilib ketadi. O'sha portlash faqat uyat bilan tugamaydi. U ikki oila orasidagi ishonchni qulatadi. U yillar davomida qurilgan munosabatlarni bir lahzada vayron qiladi. Va shu jarayon endi boshlanib bo'ldi. Kelin, qaynonalar va qarindoshlar o'rtasidagi ko'rinmas urushga kelaylik. Ko'pchilik bu qismda ham yana bir qaynona kelin janjali deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Lekin bu ancha chuqurroq. Bu yerda hech kim ochiq maydonda qilich ko'tarmadi. Hech kim men seni yoqtirmayman demadi. Lekin har bir gapning tagida mensimaslik bor edi. Kelib chiqishga tegish bor edi. Bizniki va begona degan ajratish bor edi. Layli atrofidagi bu vaziyatni ko'ring. Bu ayolga qarshi aytilgan gaplar faqat haqorat emas. Bu uning butun o'rnini, qadrini, bu uyda o'z o'rniga ega bo'lish huquqini shubha ostiga qo'yadigan hukmlar edi. Va u qarshilik qilganda bu oddiy jizzakilik emas. Bu o'z qadrini saqlab qolish uchun kechikib qolgan kurash edi. Bir odam qanchalik ko'p mensimansa, u odam qanchalik ko'p chidasa, bir kun kelib o'sha chidash tugaydi. Va u tugaganda u shunchaki jixlamas bo'lmaydi. U o'zini himoya qilishni tanlaydi. Lekin eng qiziq joyi boshqa. Layliga qarshi chiqqanlar, ular ichida ham qo'rquv bor. Ular nima uchun qo'rqyapti? Laylining tilidan emas. Ular Ogilning qalbidan qo'rqyapti. Ogilning endi onasidan uzoqlashib, ayol tomonga ogib ketishidan. Ya'ni bu mojaro ikki ayolning urushi emas. Bu erkak ustidan, uy ichidagi ta'sir ustidan, qarorlar kimning qo'lida bo'lishi ustidan kurash. Va bu kurash hali uzogi bor. Endi quda tomondagi sahnalarga kelamiz. Choy, sovg'alar, duo, iliq gaplar, kelajak rejalari. Hammasi juda chiroyli ko'rinadi. Lekin shu chiroyli muhit ichida har kim o'z hisobini qilib o'tirdi. Kimdir Oglini shoshilib uylantirmoqchi. Kimdir yangi qarindoshlik orqali uy ichidagi kuchini mustahkamlash niyatida. Kimdir bo'lmagan quvonchni tezlashtirib, ichidagi boshqa muammolarni ko'mib qo'ymoqchi. Va juda nozik bir detal bor bu yerda. Aytilgan duolar soni qancha ko'p bo'lsa, ichkaridagi qo'rquv ham shuncha kuchli. Bu qismda duo ko'p edi. Demak, ko'ngillar tinch emas. Demak, hamma narsa yaxshi kabi ko'rinsa-da, ichida xavotirlar ulkan. Daryoning dugonasi bilan bog'liq chiziq esa bu qismning eng insoniy, eng chuqur qatlamini berdi. Qamoqdan chiqqan ayolning birinchi hissi quvonch emas, ishonchsizlik. Bu juda kuchli yozilgan psixologik holat. Ozodlikka chiqqan odam baxtni darrov qucholmaydi. Avval unga shubha bilan qaraydi. Bu haqiqatmi? Bu davom etadimi? Yoki bu ham o'tib ketadimi? Ana shu savol uzoq azob ko'rgan odamning yuragida qotib qolgan eng og'ir savol. Daryo bu ayolga qilgan yordami tashqi tomondan oddiy gamxo'rlik. Lekin aslida bu chin sadoqat. Salon, yangi kiyim, ovqat, sovg'a, ertangi yo'l, bular shunchaki moddiy yordam emas. Bular ayolning sindirilgan o'zini tiklash marosimiga o'xshadi. Sen endi odamsan. Sen qadrlisan. Sen kiyinishga, chiroyli bo'lishga, yashashga loyiqsan. Ana shu xabar ogiz bilan aytilmadi, lekin har bir harakat bilan yuborildi. Lekin shu chiziqda ham xavf yashirin. Uzoq azobdan chiqqan odam eski hayotiga qaytganda, hammasi o'sha joyida turmaydi. U kutgan odamlar o'zgargan bo'lishi mumkin. U kutgan mehr o'rnida sovuqlik bo'lishi mumkin. U kutgan adolat o'rnida yangi sinf chiqishi mumkin. Va Samandar nomi tilga olinganda, aynan shu xavf yanada kuchayadi. Bu yerda muhabbat, sog'inch va qo'rquv bir joyga yigildi. Ayolning ko'nglida hali ham umid bor. Lekin hayot allaqachon unga bitta narsani o'rgatgan. Sevgan insonning seni kutib turgan bo'lsa ham, o'sha ostonaga qaytish oson bo'lmaydi. Ana shu bola bilan uchrashish orzusi keyingi qismlarda eng katta sinovga aylanishi mumkin. Chunki ona va farzand uchrashuvi har doim shifo emas. Ba'zan yillar davomida to'plangan alamni ham yuzaga chiqaradi. Agar bola bu orada boshqalarning ta'sirida qolgan bo'lsa, agar u onasini begonalashgan ko'z bilan qarshi olsa, bu ayolning yuragini ikkinchi marta sindiradi. Birinchi marta tana singan edi.
Ikkinchi marta ruh sinadi. Va ruhning sinishi tanadan ogirroq. Shaharga ko'chish, kvartira, ijara, daromad haqidagi suhbatlarga e'tibor berdingizmi? Ko'pchilik buni oddiy turmush rejasi deb o'tkazib yubordi. Lekin bu kuch markazining siljishi. Kim qayerda yashasa, kim kimga yaqin bo'lsa, keyingi hukm o'sha tomonda bo'ladi. Yoshlar shaharga chiqib olsa, qaynonaning kundalik nazorati susayadi. Lekin qaynona buni biladi. U hozircha rozilikka o'xshash pozitsiya olyapti, lekin bu vaqt yutish. Bu jimgina yangi taktika izlash. Va oldinda yangi bosim usullari boshlanadi. Shunchaki ko'rinishi farq qiladi. O'rtada qolgan Ogil obraziga kelaylik. Bu obraz achinarli, lekin bir vaqtning o'zida gazab uyg'otadigan darajada sust. U bir tomonda onasi, bir tomonda ayoli deb noliydi. Lekin mas'ul qarorni hali ham birovdan kutyapti. U o'z uyida devor bo'lishi kerak edi, ikki olov orasidagi devor. Lekin u davar bo'lish o'rnida ikki devor orasida ezilayotgan odamga aylandi. Va bu uning fojiasi. Lekin bu ayni vaqtda uning aybi. U yomon odam emas, lekin zaif. Va serial bizga allaqachon ko'rsatib bo'ldi. Ba'zan yomon odam emas, aynan zaif odam ko'proq vayron qiladi. Chunki yomon odam hech bo'lmaganda bir tomonda turadi. Zaif odam esa hech kimni himoya qila olmaydi. Na ayolini, na onasini, na o'zini. Endi keyingi qismlar haqida gapirsam. Men sizga shuni aytaman. Bu serial hozir portlash oldidagi eng sokin nuqtada turibdi. Va bu sokinlik aldamchi. Birinchi portlash soxta taqinchoq masalasida. Bu sir uzoq yashamaydi. U ochilganda bitta uyatdan emas, butun bir oilaning sha'ni savol ostiga qoladi. Ikkinchi portlash Samarqanddagi ish masalasida. Bu muammo pul bilan yopilib ketadigan darajada sodda emas. Kimdir chuv tushadi. Kimdir kutilmagan tomondan bosimga uchraydi. Va tashqi muammo ichki oilaviy tarqoqlikni yanada kuchaytiradi. Uchinchi portlash qamoqdan chiqqan ayolning qaytishi. U faqat ko'z yosh to'kish uchun qaytmadi. Uning qaytishi bilan eski yaralar ochiladi. Eski va'dalar eslanadi. Va ehtimol ilgari aytilmagan gaplar nihoyat aytiladi. To'rtinchi portlash Layli va qaynonasi o'rtasidagi urush. Bu vaqtincha yumshashi mumkin. Lekin tamom bo'lmaydi. Aksincha, kimdir murosa bo'ldi deb o'ylagan paytda yanada ogirroq, yanada shaxsiyroq zarba keladi. Chunki bu urushning ildizi xarakterda, gururda va egalik hissida. Va eng dahshatli taxmin, bolalar bu mojarolarning markaziga kirib keladi. Hozirgacha kattalar bir-birini og'ritdi. Endi farzandlar orqali ta'sir o'tkazish boshlanishi mumkin. Kimdir bolani bahona qiladi. Kimdir mehrni qurolga aylantiradi. Kimdir ona yoki otani jazolash uchun farzandga yaqinlikdan foydalanadi. Ana shunda bu serialning eng og'riqli nuqtasi butunlay ochiladi. Sevgi deb atalgan narsaning ichida aslida qancha egoizm yashirin edi. Aziz do'stlar, 19 qism bizga shuni aniq ko'rsatdi. Endi hech kim ortga qayta olmaydi. Kimdir yolgonining badalini to'laydi. Kimdir kech qolgan mehrining. Kimdir esa jur'atsizligining. Hozircha hamma bir-biriga yaqinlashayotgandek ko'rinmoqda. Lekin bu yaqinlashuv boron oldidan odamlarning bir hovliga yigilishiga o'xshaydi. Sirlar juda ko'paydi. Alamlar juda chuqurlashdi. Ko'z yoshlar juda uzoq ichga yutildi. Va ichga yutilgan ko'z yosh bir kun albatta portlaydi. O'sha portlash bo'lganda esa kimning qo'lida bola qoladi, kimning qo'lida haqiqat qoladi, kimning qo'lida esa faqat afsus qoladi. Mana eng dahshatli savol shu. Agar bu tahlil sizga foydali bo'lgan bo'lsa, agar siz ham "Voy, men buni sezmagan ekanman" deb o'ylagan bo'lsangiz, like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar va fikrlaringizni izohda yozinglar. Sizning fikrlaringiz menga juda muhim. Keyingi qism tahlilida yana ko'rishguncha, sog'-salomat bo'linglar va doimo diqqat bilan tomoshabinlar sifatida qolinglar. Xayr. Salom aziz do'stlar va xush kelibsiz mening kanalimga. Bugun men sizlarga shunday bir tahlil qilmoqchiman, shunday bir sirni ochmoqchiman, shunday bir haqiqatni ko'rsatmoqchiman. Serialning 19 qismini ko'rgan ko'pchiligingiz, qiziqarli ekan deb o'tib ketgan bo'lsangiz, men esa uyqum qochibdi. Chunki bu qism oddiy davomiy serial qismi emas edi. Bu qism portlash oldidan paydo bo'ladigan o'sha dahshatli sukunatning o'zi edi. Va men bugun sizlarga ko'pchilik e'tibor bermagan, lekin aslida hamma narsaning kaliti bo'lgan o'sha mayda detallarni, o'sha jimlik orasidagi qichqiriqlarni, o'sha tabassum ortidagi ko'z yoshlarni birma-bir ochib beraman. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Bilasizmi, hayotda eng qo'rqinchli narsalar baland ovozda keluvchi narsalar emas. Qichqiriq eshitilsa, qochib ketsa bo'ladi. Urushsa, qaytarib ursa bo'ladi.
Yiglasa, yupatsa bo'ladi. Lekin jimlik nima qiladi? Jimlik ichingizga kiradi. Jimlik yuraklaringizni kemiradi. Jimlik siz uxlagan vaqtda ham ishlaydi. Va 19 qism aynan ana shu jimlikning seriali edi. Bu qismda hech kim baland ovozda urushmadi. Hech kim men seni yaxshi ko'rmayman demadi. Hech kim ochiqchasiga xiyonat qildim deb e'tirof etmadi. Lekin aynan shu jimliklar orasida bir necha taqdir sinib ketishga juda yaqin keldi. Va men bu gapni shunchaki dramatik qilib aytayotganim yo'q. Serialni diqqat bilan kuzatgan har bir kishi biladi. Bu qismda har bir sahnaning ostida, har bir tabassum tagida, har bir yaxshi, xo'p, mayli deyilgan gapning ichida yigilib qolgan alam bor edi. Keling, avvaldan boshlaylik. Qismning boshida onaning qizi bilan ko'rishishi. Ko'rinishda oddiy sahnaga o'xshaydi, ona va bola. Lekin o'ylab ko'ring, qizcha nima uchun kasallandi? Tana kasalligi hamma narsani tushuntira oladimi? Yo'q. Bu yerda serialning yozuvchilari juda nozik psixologik nuqtani qo'yishdi. Bola kasallanganda, ayniqsa maktab yoshidagi bolalar, ko'pincha bu tananing nafaqat fizik, balki hissiy signali bo'ladi. Bola onasini sog'ingan. Bola onasining bagrini, issiqligini, sen menga keraksan degan his tuyg'usini sog'ingan. Va tanasi aynan shu sog'inchni kasallik orqali ifoda etdi. Ona esa qizining ko'zlarida o'zining boshliqlarini ko'rdi. U bolaga qarab turganda shunchaki kasalni ko'rmadi. U yillar davomida yo'q bo'lganligi, kam bo'lganligi, bola uchun yetarli bo'lmagan paytlarni ko'rdi. Va bu hissiyot, ishoning, eng og'ir hissiyotlardan biri. Chunki u o'zini aybdor his qildi, lekin bu aybni aytolmadi. Faqat qog'ozni yashirishda, shoshib ketishda, biror narsani ko'rsatmaslikka urinishda, shu mayda harakatlarda bu aybni ko'rdik biz. Va aynan o'sha yashirilgan qog'oz tasodifiy detal emas. Serial bu orqali bizga bitta narsani aytmoqda. Bu sirni hozir yashirish mumkin, lekin u uzoq yashamaydi. Himoya uchun yashirilgan yolg'on bir kun keladi va o'sha kundan boshlab u endi himoya bo'lmaydi. U xiyonatga, aldovga, ishonchsizlikka aylanadi. Hozircha qog'oz yashirildi. Lekin keyingi qismlarda o'sha qog'oz yoki u nima bo'lmasin, albatta topiladi. Va topilganda hamma narsa yangi ko'z bilan qaraladi. Endi erkak qahramon haqida gaplashamiz. Samarqanddagi yer masalasi. Ko'pchilik buni oddiy biznes chiziq deb ko'rdi. Men esa bu yerda butunlay boshqa narsani ko'rdim. Bu erkak va u faqat shu serial qahramoni emas. Biz hayotda ko'p uchratadigan tur, muammolarni ildizidan emas, yuzasidan hal qilishga o'rganib qolgan. Kimnidir rozi qilish, kimnidir tinchitish, muammoni ko'mib qo'yish. Bugun uchun yaxshi ko'rinsin, ertangi kun haqida keyin o'ylaymiz. Bu usul ishbilarmonlikda bir necha marta ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin bu xarakter xatosi shundaki, u oilaviy muammolarni ham, ichki mojarolarni ham, tashqi savdolarni ham bir xil usul bilan boshqarmoqda. Hamma narsani vaqtincha yopish, haqiqiy ildizga tegmaslik. Hozircha tinch bo'lsin, keyin ko'ramiz. Ana shu mentalitet bu serialda uning eng katta yo'lini ochib beradi. Lekin shu yo'l yaxshi yo'l emas. Chunki bir marta haqiqatni chetlab o'tishga o'rganib qolgan odam keyingi safar muhabbat masalasida ham, vijdon masalasida ham, farzand masalasida ham shu yo'lni tanlaydi. Va har safar narx oshib boradi. Endi eng ko'p odamni hayratda qoldirgan, lekin ba'zilar yuzaki otib ketgan qismga kelaylik. Soxta taqinchoq masalasi. Men bu yerda bir daqiqa to'xtashingizni va jiddiy o'ylashingizni xohlayman. Qimmatbaho taqinchoqning asli emas, o'xshashini tayyorlatish. Eshitganda kichik narsa kabi tuyuladi. Kimdir aytishi mumkin, iqtisodiy muammo, pul yo'q, nima qilsin. Lekin men sizga aytaman, bu serialdagi eng katta ramzlardan biri shu. Chunki bu faqat bir buyum masalasi emas. Bu muhabbatning o'rnini ko'rinish bilan yopish. Bu ishonch o'rniga tasvir qo'yish. Bu men senga loyiqman degan o'rinda hech bo'lmasa shunday ko'rinsin degan tanlash. Va eng dahshatlisi, buni qilayotgan odam buni katta gunoh deb his qilmayapti. U faqat bilib qolishmasin deb o'ylayapti. Ana shu beparvolik, ana shu agar bilmasa, muammo yo'q degan mantiq, aynan shu mantiq keyinchalik halokat keltiradi. Seriallarda va hayotda ham soxta narsalar hech qachon soxta bo'lib qolavermaydi. Ular kattarib boradi. Bir soxta taqinchoq keyinchalik soxta so'z bo'ladi. Soxta so'z soxta va'da bo'ladi. Soxta va'da esa soxta hayot bo'ladi. Va bir kun kimdir bir sahnada o'sha taqinchoqni ko'radi va hamma narsa yorilib ketadi. O'sha portlash faqat uyat bilan tugamaydi. U ikki oila orasidagi ishonchni qulatadi. U yillar davomida qurilgan munosabatlarni bir lahzada vayron qiladi. Va shu jarayon endi boshlanib bo'ldi.
Kelin, qaynonalar va qarindoshlar o'rtasidagi ko'rinmas urushga kelaylik. Ko'pchilik bu qismda ham yana bir qaynona kelin janjali deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Lekin bu ancha chuqurroq. Bu yerda hech kim ochiq maydonda qilich ko'tarmadi. Hech kim men seni yoqtirmayman demadi. Lekin har bir gapning tagida mensimaslik bor edi. Kelib chiqishga tegish bor edi. Bizniki va begona degan ajratish bor edi. Layli atrofidagi bu vaziyatni ko'ring. Bu ayolga qarshi aytilgan gaplar faqat haqorat emas. Bu uning butun o'rnini, qadrini, bu uyda o'z o'rniga ega bo'lish huquqini shubha ostiga qo'yadigan hukmlar edi. Va u qarshilik qilganda bu oddiy jizzakilik emas. Bu o'z qadrini saqlab qolish uchun kechikib qolgan kurash edi. Bir odam qanchalik ko'p mensimansa, u odam qanchalik ko'p chidasa, bir kun kelib o'sha chidash tugaydi. Va u tugaganda u shunchaki jixlamas bo'lmaydi. U o'zini himoya qilishni tanlaydi. Lekin eng qiziq joyi boshqa. Layliga qarshi chiqqanlar, ular ichida ham qo'rquv bor. Ular nima uchun qo'rqyapti? Laylining tilidan emas. Ular Ogilning qalbidan qo'rqyapti. Ogilning endi onasidan uzoqlashib, ayol tomonga ogib ketishidan. Ya'ni bu mojaro ikki ayolning urushi emas. Bu erkak ustidan, uy ichidagi ta'sir ustidan, qarorlar kimning qo'lida bo'lishi ustidan kurash. Va bu kurash hali uzogi bor. Endi quda tomondagi sahnalarga kelamiz. Choy, sovg'alar, duo, iliq gaplar, kelajak rejalari. Hammasi juda chiroyli ko'rinadi. Lekin shu chiroyli muhit ichida har kim o'z hisobini qilib o'tirdi. Kimdir Oglini shoshilib uylantirmoqchi. Kimdir yangi qarindoshlik orqali uy ichidagi kuchini mustahkamlash niyatida. Kimdir bo'lmagan quvonchni tezlashtirib, ichidagi boshqa muammolarni ko'mib qo'ymoqchi. Va juda nozik bir detal bor bu yerda. Aytilgan duolar soni qancha ko'p bo'lsa, ichkaridagi qo'rquv ham shuncha kuchli. Bu qismda duo ko'p edi. Demak, ko'ngillar tinch emas. Demak, hamma narsa yaxshi kabi ko'rinsa-da, ichida xavotirlar ulkan. Daryoning dugonasi bilan bog'liq chiziq esa bu qismning eng insoniy, eng chuqur qatlamini berdi. Qamoqdan chiqqan ayolning birinchi hissi quvonch emas, ishonchsizlik. Bu juda kuchli yozilgan psixologik holat. Ozodlikka chiqqan odam baxtni darrov qucholmaydi. Avval unga shubha bilan qaraydi. Bu haqiqatmi? Bu davom etadimi? Yoki bu ham o'tib ketadimi? Ana shu savol uzoq azob ko'rgan odamning yuragida qotib qolgan eng og'ir savol. Daryo bu ayolga qilgan yordami tashqi tomondan oddiy gamxo'rlik. Lekin aslida bu chin sadoqat. Salon, yangi kiyim, ovqat, sovg'a, ertangi yo'l, bular shunchaki moddiy yordam emas. Bular ayolning sindirilgan o'zini tiklash marosimiga o'xshadi. Sen endi odamsan. Sen qadrlisan. Sen kiyinishga, chiroyli bo'lishga, yashashga loyiqsan. Ana shu xabar ogiz bilan aytilmadi, lekin har bir harakat bilan yuborildi. Lekin shu chiziqda ham xavf yashirin. Uzoq azobdan chiqqan odam eski hayotiga qaytganda, hammasi o'sha joyida turmaydi. U kutgan odamlar o'zgargan bo'lishi mumkin. U kutgan mehr o'rnida sovuqlik bo'lishi mumkin. U kutgan adolat o'rnida yangi sinf chiqishi mumkin. Va Samandar nomi tilga olinganda, aynan shu xavf yanada kuchayadi. Bu yerda muhabbat, sog'inch va qo'rquv bir joyga yigildi. Ayolning ko'nglida hali ham umid bor. Lekin hayot allaqachon unga bitta narsani o'rgatgan. Sevgan insonning seni kutib turgan bo'lsa ham, o'sha ostonaga qaytish oson bo'lmaydi. Ana shu bola bilan uchrashish orzusi keyingi qismlarda eng katta sinovga aylanishi mumkin. Chunki ona va farzand uchrashuvi har doim shifo emas. Ba'zan yillar davomida to'plangan alamni ham yuzaga chiqaradi. Agar bola bu orada boshqalarning ta'sirida qolgan bo'lsa, agar u onasini begonalashgan ko'z bilan qarshi olsa, bu ayolning yuragini ikkinchi marta sindiradi. Birinchi marta tana singan edi. Ikkinchi marta ruh sinadi. Va ruhning sinishi tanadan og'irroq. Shaharga ko'chish, kvartira, ijara, daromad haqidagi suhbatlarga e'tibor berdingizmi? Ko'pchilik buni oddiy turmush rejasi deb o'tkazib yubordi. Lekin bu kuch markazining siljishi. Kim qayerda yashasa, kim kimga yaqin bo'lsa, keyingi hukm o'sha tomonda bo'ladi. Yoshlar shaharga chiqib olsa, qaynonaning kundalik nazorati susayadi. Lekin qaynona buni biladi. U hozircha rozilikka o'xshash pozitsiya olyapti, lekin bu vaqt yutish. Bu jimgina yangi taktika izlash. Va oldinda yangi bosim usullari boshlanadi. Shunchaki ko'rinishi farq qiladi. O'rtada qolgan Ogil obraziga kelaylik. Bu obraz achinarli, lekin bir vaqtning o'zida gazab uyg'otadigan darajada sust. U bir tomonda onasi, bir tomonda ayoli deb noliydi. Lekin mas'ul qarorni hali ham birovdan kutyapti.
U oz uyida devor bo'lishi kerak edi, ikki olov orasidagi devor. Lekin u davar bo'lish o'rnida ikki devor orasida ezilayotgan odamga aylandi. Va bu uning fojiasi. Lekin bu ayni vaqtda uning aybi. U yomon odam emas, lekin zaif. Va serial bizga allaqachon ko'rsatib bo'ldi. Ba'zan yomon odam emas, aynan zaif odam ko'proq vayron qiladi. Chunki yomon odam hech bo'lmaganda bir tomonda turadi. Zaif odam esa hech kimni himoya qila olmaydi, na ayolini, na onasini, na o'zini. Endi keyingi qismlar haqida gapirsam. Men sizga shuni aytaman, bu serial hozir portlash oldidagi eng sokin nuqtada turibdi. Va bu sokinlik aldamchi. Birinchi portlash soxta taqinchoq masalasida. Bu sir uzoq yashamaydi. U ochilganda bitta uyatdan emas, butun bir oilaning sha'ni savol ostiga qoladi. Ikkinchi portlash Samarqanddagi ish masalasida. Bu muammo pul bilan yopilib ketadigan darajada sodda emas. Kimdir chuv tushadi, kimdir kutilmagan tomondan bosimga uchraydi. Va tashqi muammo ichki oilaviy tarqoqlikni yanada kuchaytiradi. Uchinchi portlash qamoqdan chiqqan ayolning qaytishi. U faqat ko'z yosh tokish uchun qaytmadi. Uning qaytishi bilan eski yaralar ochiladi. Eski va'dalar eslanadi. Va ehtimol ilgari aytilmagan gaplar nihoyat aytiladi. To'rtinchi portlash Layli va qaynonasi o'rtasidagi urush. Bu vaqtincha yumshashi mumkin. Lekin tamom bo'lmaydi. Aksincha, kimdir murosa bo'ldi deb o'ylagan paytda yanada og'irroq, yanada shaxsiyroq zarba keladi. Chunki bu urushning ildizi xarakterda, gururda va egalik hissida. Va eng dahshatli taxmin, bolalar bu mojarolarning markaziga kirib keladi. Hozirgacha kattalar bir-birini og'ritdi. Endi farzandlar orqali ta'sir o'tkazish boshlanishi mumkin. Kimdir bolani bahona qiladi. Kimdir mehrni qurolga aylantiradi. Kimdir ona yoki otani jazolash uchun farzandga yaqinlikdan foydalanadi. Ana shunda bu serialning eng og'riqli nuqtasi butunlay ochiladi. Sevgi deb atalgan narsaning ichida aslida qancha egoizm yashirin edi. Aziz do'stlar, 19 qism bizga shuni aniq ko'rsatdi. Endi hech kim ortga qayta olmaydi. Kimdir yolgonining badalini to'laydi. Kimdir kech qolgan mehrining. Kimdir esa jur'atsizligining. Hozircha hamma bir-biriga yaqinlashayotgandek ko'rinmoqda. Lekin bu yaqinlashuv boron oldidan odamlarning bir hovliga yigilishiga o'xshaydi. Sirlar juda ko'paydi. Alamlar juda chuqurlashdi. Ko'z yoshlar juda uzoq ichga yutildi. Va ichga yutilgan ko'z yosh bir kun albatta portlaydi. O'sha portlash bo'lganda esa kimning qo'lida bola qoladi, kimning qo'lida haqiqat qoladi, kimning qo'lida esa faqat afsus qoladi. Mana eng dahshatli savol shu. Agar bu tahlil sizga foydali bo'lgan bo'lsa, agar siz ham "Voy, men buni sezmagan ekanman" deb o'ylagan bo'lsangiz, like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar va fikrlaringizni izohda yozinglar. Sizning fikrlaringiz menga juda muhim. Keyingi qism tahlilida yana ko'rishguncha, sog'-salomat bo'linglar va doimo diqqat bilan tomoshabinlar sifatida qolinglar. Xayr. Salom aziz do'stlar va xush kelibsiz mening kanalimga. Bugun men sizlarga shunday bir tahlil qilmoqchiman, shunday bir sirni ochmoqchiman, shunday bir haqiqatni ko'rsatmoqchiman. Serialning 19 qismini ko'rgan ko'pchiligingiz, qiziqarli ekan deb o'tib ketgan bo'lsangiz, men esa uyqum qochibdi. Chunki bu qism oddiy davomiy serial qismi emas edi. Bu qism portlash oldidan paydo bo'ladigan o'sha dahshatli sukunatning ozi edi. Va men bugun sizlarga ko'pchilik e'tibor bermagan, lekin aslida hamma narsaning kaliti bo'lgan o'sha mayda detallarni, o'sha jimlik orasidagi qichqiriqlarni, o'sha tabassum ortidagi ko'z yoshlarni birma-bir ochib beraman. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Bilasizmi, hayotda eng qo'rqinchli narsalar baland ovozda keluvchi narsalar emas. Qichqiriq eshitilsa, qochib ketsa bo'ladi. Urishsa, qaytarib ursa bo'ladi. Yiglasa, yupatsa bo'ladi. Lekin jimlik nima qiladi? Jimlik ichingizga kiradi. Jimlik yuraklaringizni kemiradi. Jimlik siz uxlagan vaqtda ham ishlaydi. Va 19 qism aynan ana shu jimlikning seriali edi. Bu qismda hech kim baland ovozda urushmadi. Hech kim men seni yaxshi ko'rmayman demadi. Hech kim ochiqchasiga xiyonat qildim deb e'tirof etmadi. Lekin aynan shu jimliklar orasida bir necha taqdir sinib ketishga juda yaqin keldi. Va men bu gapni shunchaki dramatik qilib aytayotganim yo'q. Serialni diqqat bilan kuzatgan har bir kishi biladi. Bu qismda har bir sahnaning ostida, har bir tabassum tagida, har bir yaxshi, xo'p, mayli deyilgan gapning ichida yigilib qolgan alam bor edi. Keling, avvaldan boshlaylik. Qismning boshida onaning qizi bilan ko'rishishi.
Ko'rinishda oddiy sahnaga o'xshaydi, ona va bola. Lekin o'ylab ko'ring, qizcha nima uchun kasallandi? Tana kasalligi hamma narsani tushuntira oladimi? Yo'q. Bu yerda serialning yozuvchilari juda nozik psixologik nuqtani qo'yishdi. Bola kasallanganda, ayniqsa maktab yoshidagi bolalar, ko'pincha bu tananing nafaqat fizik, balki hissiy signali bo'ladi. Bola onasini sog'ingan. Bola onasining bagrini, issiqligini, sen menga keraksan degan his tuyg'usini sog'ingan. Va tanasi aynan shu sog'inchni kasallik orqali ifoda etdi. Ona esa qizining ko'zlarida o'zining boshliqlarini ko'rdi. U bolaga qarab turganda shunchaki kasalni ko'rmadi. U yillar davomida yo'q bo'lganligi, kam bo'lganligi, bola uchun yetarli bo'lmagan paytlarni ko'rdi. Va bu hissiyot, ishoning, eng og'ir hissiyotlardan biri. Chunki u o'zini aybdor his qildi, lekin bu aybni aytolmadi. Faqat qog'ozni yashirishda, shoshib ketishda, biror narsani ko'rsatmaslikka urinishda, shu mayda harakatlarda bu aybni ko'rdik biz. Va aynan o'sha yashirilgan qog'oz tasodifiy detal emas. Serial bu orqali bizga bitta narsani aytmoqda. Bu sirni hozir yashirish mumkin, lekin u uzoq yashamaydi. Himoya uchun yashirilgan yolg'on bir kun keladi va o'sha kundan boshlab u endi himoya bo'lmaydi. U xiyonatga, aldovga, ishonchsizlikka aylanadi. Hozircha qog'oz yashirildi. Lekin keyingi qismlarda o'sha qog'oz yoki u nima bo'lmasin, albatta topiladi. Va topilganda hamma narsa yangi ko'z bilan qaraladi. Endi erkak qahramon haqida gaplashamiz. Samarqanddagi yer masalasi. Ko'pchilik buni oddiy biznes chiziq deb ko'rdi. Men esa bu yerda butunlay boshqa narsani ko'rdim. Bu erkak va u faqat shu serial qahramoni emas. Biz hayotda ko'p uchratadigan tur, muammolarni ildizidan emas, yuzasidan hal qilishga o'rganib qolgan. Kimnidir rozi qilish, kimnidir tinchitish, muammoni ko'mib qo'yish. Bugun uchun yaxshi ko'rinsin, ertangi kun haqida keyin o'ylaymiz. Bu usul ishbilarmonlikda bir necha marta ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin bu xarakter xatosi shundaki, u oilaviy muammolarni ham, ichki mojarolarni ham, tashqi savdolarni ham bir xil usul bilan boshqarmoqda. Hamma narsani vaqtincha yopish, haqiqiy ildizga tegmaslik. Hozircha tinch bo'lsin, keyin ko'ramiz. Ana shu mentalitet bu serialda uning eng katta yo'lini ochib beradi. Lekin shu yo'l yaxshi yo'l emas. Chunki bir marta haqiqatni chetlab o'tishga o'rganib qolgan odam keyingi safar muhabbat masalasida ham, vijdon masalasida ham, farzand masalasida ham shu yo'lni tanlaydi. Va har safar narx oshib boradi. Endi eng ko'p odamni hayratda qoldirgan, lekin ba'zilar yuzaki otib ketgan qismga kelaylik. Soxta taqinchoq masalasi. Men bu yerda bir daqiqa to'xtashingizni va jiddiy o'ylashingizni xohlayman. Qimmatbaho taqinchoqning asli emas, o'xshashini tayyorlatish. Eshitganda kichik narsa kabi tuyuladi. Kimdir aytishi mumkin, iqtisodiy muammo, pul yo'q, nima qilsin. Lekin men sizga aytaman, bu serialdagi eng katta ramzlardan biri shu. Chunki bu faqat bir buyum masalasi emas. Bu muhabbatning o'rnini ko'rinish bilan yopish. Bu ishonch o'rniga tasvir qo'yish. Bu men senga loyiqman degan o'rinda hech bo'lmasa shunday ko'rinsin degan tanlash. Va eng dahshatlisi, buni qilayotgan odam buni katta gunoh deb his qilmayapti. U faqat bilib qolishmasin deb o'ylayapti. Ana shu beparvolik, ana shu agar bilmasa, muammo yo'q degan mantiq, aynan shu mantiq keyinchalik halokat keltiradi. Seriallarda va hayotda ham soxta narsalar hech qachon soxta bo'lib qolavermaydi. Ular kattarib boradi. Bir soxta taqinchoq keyinchalik soxta so'z bo'ladi. Soxta so'z soxta va'da bo'ladi. Soxta va'da esa soxta hayot bo'ladi. Va bir kun kimdir bir sahnada o'sha taqinchoqni ko'radi va hamma narsa yorilib ketadi. O'sha portlash faqat uyat bilan tugamaydi. U ikki oila orasidagi ishonchni qulatadi. U yillar davomida qurilgan munosabatlarni bir lahzada vayron qiladi. Va shu jarayon endi boshlanib bo'ldi. Kelin, qaynonalar va qarindoshlar o'rtasidagi ko'rinmas urushga kelaylik. Ko'pchilik bu qismda ham yana bir qaynona kelin janjali deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Lekin bu ancha chuqurroq. Bu yerda hech kim ochiq maydonda qilich ko'tarmadi. Hech kim men seni yoqtirmayman demadi. Lekin har bir gapning tagida mensimaslik bor edi. Kelib chiqishga tegish bor edi. Bizniki va begona degan ajratish bor edi. Layli atrofidagi bu vaziyatni ko'ring. Bu ayolga qarshi aytilgan gaplar faqat haqorat emas. Bu uning butun o'rnini, qadrini, bu uyda o'z o'rniga ega bo'lish huquqini shubha ostiga qo'yadigan hukmlar edi. Va u qarshilik qilganda bu oddiy jizzakilik emas. Bu o'z qadrini saqlab qolish uchun kechikib qolgan kurash edi. Bir odam qanchalik ko'p mensimansa,
U odam qanchalik ko'p chidasa, bir kun kelib o'sha chidash tugaydi. Va u tugaganda u shunchaki jixlamas bo'lmaydi. U o'zini himoya qilishni tanlaydi. Lekin eng qiziq joyi boshqa. Layliga qarshi chiqqanlar, ular ichida ham qo'rquv bor. Ular nima uchun qo'rqyapti? Laylining tilidan emas. Ular Ogilning qalbidan qo'rqyapti. Ogilning endi onasidan uzoqlashib ayol tomonga ogib ketishidan. Ya'ni bu mojaro ikki ayolning urushi emas. Bu erkak ustidan, uy ichidagi ta'sir ustidan, qarorlar kimning qo'lida bo'lishi ustidan kurash. Va bu kurash hali uzogi bor. Endi quda tomondagi sahnalarga kelamiz. Choy, sovg'alar, duo, iliq gaplar, kelajak rejalari. Hammasi juda chiroyli ko'rinadi. Lekin shu chiroyli muhit ichida har kim o'z hisobini qilib o'tirdi. Kimdir Oglini shoshilib uylantirmoqchi. Kimdir yangi qarindoshlik orqali uy ichidagi kuchini mustahkamlash niyatida. Kimdir bo'lmagan quvonchni tezlashtirib, ichidagi boshqa muammolarni ko'mib qo'ymoqchi. Va juda nozik bir detal bor bu yerda. Aytilgan duolar soni qancha ko'p bo'lsa, ichkaridagi qo'rquv ham shuncha kuchli. Bu qismda duo ko'p edi. Demak, ko'ngillar tinch emas. Demak, hamma narsa yaxshi kabi ko'rinsa-da, ichida xavotirlar ulkan. Daryoning dugonasi bilan bog'liq chiziq esa bu qismning eng insoniy, eng chuqur qatlamini berdi. Qamoqdan chiqqan ayolning birinchi hissi quvonch emas, ishonchsizlik. Bu juda kuchli yozilgan psixologik holat. Ozodlikka chiqqan odam baxtni darrov qucholmaydi. Avval unga shubha bilan qaraydi. Bu haqiqatmi? Bu davom etadimi? Yoki bu ham o'tib ketadimi? Ana shu savol uzoq azob ko'rgan odamning yuragida qotib qolgan eng og'ir savol. Daryo bu ayolga qilgan yordami tashqi tomondan oddiy gamxo'rlik. Lekin aslida bu chin sadoqat. Salon, yangi kiyim, ovqat, sovg'a, ertangi yo'l, bular shunchaki moddiy yordam emas. Bular ayolning sindirilgan o'zini tiklash marosimiga o'xshadi. Sen endi odamsan. Sen qadrlisan. Sen kiyinishga, chiroyli bo'lishga, yashashga loyiqsan. Ana shu xabar ogiz bilan aytilmadi, lekin har bir harakat bilan yuborildi. Lekin shu chiziqda ham xavf yashirin. Uzoq azobdan chiqqan odam eski hayotiga qaytganda, hammasi o'sha joyida turmaydi. U kutgan odamlar o'zgargan bo'lishi mumkin. U kutgan mehr o'rnida sovuqlik bo'lishi mumkin. U kutgan adolat o'rnida yangi sinf chiqishi mumkin. Va Samandar nomi tilga olinganda, aynan shu xavf yanada kuchayadi. Bu yerda muhabbat, sog'inch va qo'rquv bir joyga yigildi. Ayolning ko'nglida hali ham umid bor. Lekin hayot allaqachon unga bitta narsani o'rgatgan. Sevgan insonning seni kutib turgan bo'lsa ham, o'sha ostonaga qaytish oson bo'lmaydi. Ana shu bola bilan uchrashish orzusi keyingi qismlarda eng katta sinovga aylanishi mumkin. Chunki ona va farzand uchrashuvi har doim shifo emas. Ba'zan yillar davomida to'plangan alamni ham yuzaga chiqaradi. Agar bola bu orada boshqalarning ta'sirida qolgan bo'lsa, agar u onasini begonalashgan ko'z bilan qarshi olsa, bu ayolning yuragini ikkinchi marta sindiradi. Birinchi marta tana singan edi. Ikkinchi marta ruh sinadi. Va ruhning sinishi tanadan og'irroq. Shaharga ko'chish, kvartira, ijara, daromad haqidagi suhbatlarga e'tibor berdingizmi? Ko'pchilik buni oddiy turmush rejasi deb o'tkazib yubordi. Lekin bu kuch markazining siljishi. Kim qayerda yashasa, kim kimga yaqin bo'lsa, keyingi hukm o'sha tomonda bo'ladi. Yoshlar shaharga chiqib olsa, qaynonaning kundalik nazorati susayadi. Lekin qaynona buni biladi. U hozircha rozilikka o'xshash pozitsiya olyapti, lekin bu vaqt yutish. Bu jimgina yangi taktika izlash. Va oldinda yangi bosim usullari boshlanadi. Shunchaki ko'rinishi farq qiladi. O'rtada qolgan Ogil obraziga kelaylik. Bu obraz achinarli, lekin bir vaqtning o'zida gazab uyg'otadigan darajada sust. U bir tomonda onasi, bir tomonda ayoli deb noliydi. Lekin mas'ul qarorni hali ham birovdan kutyapti. U o'z uyida devor bo'lishi kerak edi, ikki olov orasidagi devor. Lekin u davar bo'lish o'rnida ikki devor orasida ezilayotgan odamga aylandi. Va bu uning fojiasi. Lekin bu ayni vaqtda uning aybi. U yomon odam emas, lekin zaif. Va serial bizga allaqachon ko'rsatib bo'ldi. Ba'zan yomon odam emas, aynan zaif odam ko'proq vayron qiladi. Chunki yomon odam hech bo'lmaganda bir tomonda turadi. Zaif odam esa hech kimni himoya qila olmaydi, na ayolini, na onasini, na o'zini. Endi keyingi qismlar haqida gapirsam, men sizga shuni aytaman, bu serial hozir portlash oldidagi eng sokin nuqtada turibdi. Va bu sokinlik aldamchi. Birinchi portlash soxta taqinchoq masalasida. Bu sir uzoq yashamaydi. U ochilganda bitta uyatdan emas,
butun bir oilaning sha'ni savol ostiga qoladi. Ikkinchi portlash Samarqanddagi ish masalasida. Bu muammo pul bilan yopilib ketadigan darajada sodda emas. Kimdir chuv tushadi, kimdir kutilmagan tomondan bosimga uchraydi va tashqi muammo ichki oilaviy tarqoqlikni yanada kuchaytiradi. Uchinchi portlash qamoqdan chiqqan ayolning qaytishi. U faqat ko'z yosh tokish uchun qaytmadi. Uning qaytishi bilan eski yaralar ochiladi. Eski va'dalar eslanadi va ehtimol ilgari aytilmagan gaplar nihoyat aytiladi. To'rtinchi portlash Layli va qaynonasi o'rtasidagi urush. Bu vaqtincha yumshashi mumkin, lekin tamom bo'lmaydi. Aksincha, kimdir murosa bo'ldi deb o'ylagan paytda yanada og'irroq, yanada shaxsiyroq zarba keladi. Chunki bu urushning ildizi xarakterda, gururda va egalik hissida. Va eng dahshatli taxmin, bolalar bu mojarolarning markaziga kirib keladi. Hozirgacha kattalar bir-birini og'ritdi. Endi farzandlar orqali ta'sir o'tkazish boshlanishi mumkin. Kimdir bolani bahona qiladi, kimdir mehrni qurolga aylantiradi, kimdir ona yoki otani jazolash uchun farzandga yaqinlikdan foydalanadi. Ana shunda bu serialning eng og'riqli nuqtasi butunlay ochiladi. Sevgi deb atalgan narsaning ichida aslida qancha egoizm yashirin edi. Aziz do'stlar, 19 qism bizga shuni aniq ko'rsatdi. Endi hech kim ortga qayta olmaydi. Kimdir yolgonining badalini to'laydi, kimdir kech qolgan mehrining, kimdir esa jur'atsizligining. Hozircha hamma bir-biriga yaqinlashayotgandek ko'rinmoqda. Lekin bu yaqinlashuv boron oldidan odamlarning bir hovliga yigilishiga o'xshaydi. Sirlar juda ko'paydi, alamlar juda chuqurlashdi. Ko'z yoshlar juda uzoq ichga yutildi va ichga yutilgan ko'z yosh bir kun albatta portlaydi. O'sha portlash bo'lganda esa kimning qo'lida bola qoladi, kimning qo'lida haqiqat qoladi, kimning qo'lida esa faqat afsus qoladi. Mana eng dahshatli savol shu. Agar bu tahlil sizga foydali bo'lgan bo'lsa, agar siz ham "Voy, men buni sezmagan ekanman" deb o'ylagan bo'lsangiz, like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar va fikrlaringizni izohda yozinglar. Sizning fikrlaringiz menga juda muhim. Keyingi qism tahlilida yana ko'rishguncha, sog'-salomat bo'linglar va doimo diqqat bilan tomoshabinlar sifatida qolinglar. Xayr. Salom aziz do'stlar va xush kelibsiz mening kanalimga. Bugun men sizlarga shunday bir tahlil qilmoqchiman, shunday bir sirni ochmoqchiman, shunday bir haqiqatni ko'rsatmoqchiman. Serialning 19 qismini ko'rgan ko'pchiligingiz, qiziqarli ekan deb o'tib ketgan bo'lsangiz, men esa uyqum qochibdi. Chunki bu qism oddiy davomiy serial qismi emas edi. Bu qism portlash oldidan paydo bo'ladigan o'sha dahshatli sukunatning ozi edi. Va men bugun sizlarga ko'pchilik e'tibor bermagan, lekin aslida hamma narsaning kaliti bo'lgan o'sha mayda detallarni, o'sha jimlik orasidagi qichqiriqlarni, o'sha tabassum ortidagi ko'z yoshlarni birma-bir ochib beraman. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Bilasizmi, hayotda eng qo'rqinchli narsalar baland ovozda keluvchi narsalar emas. Qichqiriq eshitilsa, qochib ketsa bo'ladi. Urushsa, qaytarib ursa bo'ladi. Yiglasa, yupatsa bo'ladi. Lekin jimlik nima qiladi? Jimlik ichingizga kiradi. Jimlik yuraklaringizni kemiradi. Jimlik siz uxlagan vaqtda ham ishlaydi. Va 19 qism aynan ana shu jimlikning seriali edi. Bu qismda hech kim baland ovozda urushmadi. Hech kim men seni yaxshi ko'rmayman demadi. Hech kim ochiqchasiga xiyonat qildim deb e'tirof etmadi. Lekin aynan shu jimliklar orasida bir necha taqdir sinib ketishga juda yaqin keldi. Va men bu gapni shunchaki dramatik qilib aytayotganim yo'q. Serialni diqqat bilan kuzatgan har bir kishi biladi. Bu qismda har bir sahnaning ostida, har bir tabassum tagida, har bir yaxshi, xo'p, mayli deyilgan gapning ichida yigilib qolgan alam bor edi. Keling, avvaldan boshlaylik. Qismning boshida onaning qizi bilan ko'rishishi. Ko'rinishda oddiy sahnaga o'xshaydi, ona va bola. Lekin o'ylab ko'ring, qizcha nima uchun kasallandi? Tana kasalligi hamma narsani tushuntira oladimi? Yo'q. Bu yerda serialning yozuvchilari juda nozik psixologik nuqtani qo'yishdi. Bola kasallanganda, ayniqsa maktab yoshidagi bolalar, ko'pincha bu tananing nafaqat fizik, balki hissiy signali bo'ladi. Bola onasini sog'ingan. Bola onasining bagrini, issiqligini, sen menga keraksan degan his tuyg'usini sog'ingan. Va tanasi aynan shu sog'inchni kasallik orqali ifoda etdi. Ona esa qizining ko'zlarida o'zining boshliqlarini ko'rdi. U bolaga qarab turganda shunchaki kasalni ko'rmadi. U yillar davomida yo'q bo'lganligi, kam bo'lganligi, bola uchun yetarli bo'lmagan paytlarni ko'rdi. Va bu hissiyot, ishoning, eng og'ir hissiyotlardan biri. Chunki u o'zini aybdor his qildi, lekin bu aybni aytolmadi.
Faqat qog'ozni yashirishda, shoshib ketishda, biror narsani ko'rsatmaslikka urinishda, shu mayda harakatlarda bu aybni ko'rdik biz. Va aynan o'sha yashirilgan qog'oz tasodifiy detal emas. Serial bu orqali bizga bitta narsani aytmoqda. Bu sirni hozir yashirish mumkin, lekin u uzoq yashamaydi. Himoya uchun yashirilgan yolg'on bir kun keladi va o'sha kundan boshlab u endi himoya bo'lmaydi. U xiyonatga, aldovga, ishonchsizlikka aylanadi. Hozircha qog'oz yashirildi. Lekin keyingi qismlarda o'sha qog'oz yoki u nima bo'lmasin, albatta topiladi. Va topilganda hamma narsa yangi ko'z bilan qaraladi. Endi erkak qahramon haqida gaplashamiz. Samarqanddagi yer masalasi. Ko'pchilik buni oddiy biznes chiziq deb ko'rdi. Men esa bu yerda butunlay boshqa narsani ko'rdim. Bu erkak va u faqat shu serial qahramoni emas. Biz hayotda ko'p uchratadigan tur, muammolarni ildizidan emas, yuzasidan hal qilishga o'rganib qolgan. Kimnidir rozi qilish, kimnidir tinchitish, muammoni ko'mib qo'yish. Bugun uchun yaxshi ko'rinsin, ertangi kun haqida keyin o'ylaymiz. Bu usul ishbilarmonlikda bir necha marta ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin bu xarakter xatosi shundaki, u oilaviy muammolarni ham, ichki mojarolarni ham, tashqi savdolarni ham bir xil usul bilan boshqarmoqda. Hamma narsani vaqtincha yopish, haqiqiy ildizga tegmaslik. Hozircha tinch bo'lsin, keyin ko'ramiz. Ana shu mentalitet bu serialda uning eng katta yo'lini ochib beradi. Lekin shu yo'l yaxshi yo'l emas. Chunki bir marta haqiqatni chetlab o'tishga o'rganib qolgan odam keyingi safar muhabbat masalasida ham, vijdon masalasida ham, farzand masalasida ham shu yo'lni tanlaydi. Va har safar narx oshib boradi. Endi eng ko'p odamni hayratda qoldirgan, lekin ba'zilar yuzaki otib ketgan qismga kelaylik. Soxta taqinchoq masalasi. Men bu yerda bir daqiqa to'xtashingizni va jiddiy o'ylashingizni xohlayman. Qimmatbaho taqinchoqning asli emas, o'xshashini tayyorlatish. Eshitganda kichik narsa kabi tuyuladi.